Assalomu alaykum barchaga. Bugungi savdolarimizni boshladik. $100 $10,000 olib chiqish. Bugun 3-oktyabr, erta bilan почти $7 minusda yopdim. Va ikkinchi vaziyat bo'lganda bitimlarni ochdim bayga. Bugun ko'p savdo bo'lmadi. Mana shu bitimlarni foydaga yopganimdan keyin qaytib kirganim yo'q bozorga. Почти bugun $5 foyda qilingan bu shotda. Kun ochilgan shamni agar yorib o'tib pastda yopilsa bekitmoqchi edim. Lekin ko'tarilishiga ishonchim komilroq edi. O'shaning uchun qo'rqmay yana davobga qildim bitimlarni. O'zi tek profit qo'yib 5 minutga ketgandim. O'zi birinchi qizil shamni ko'rib turibsizlar, shpilkasi pastga tushgan va foydaga chiqqan paytda yopish kerak edi. O'zim yo'g'lik qildim, lekin tek profitga bormay yana qulashga davom etgan. Mana shu ketishda hamma bitimlar foydaga kirdi va $48 foyda bo'ldi. Общий shot $92 solingan o'tgan hafta. Bir haftada mana $56 foyda.